qilyapti. Mana endi bu narsa o'sha 2 yildan beri an'anaga aylandi. Bundan keyin ham biz yana Xudo xohlasa shu an'ana doimo bo'lishligini tarafdorimiz. Bu ishorada hozirda 6 ta sport turi bo'yicha musobaqalar o'tkazilyapti. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu yerda mana futbol, charsoqovlar bo'yicha futbol uyushtirilyapti va shaxmat, shashka, qo'l kurash, obro'ch va tosh ko'tarish shu sport turlari bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tyapti. Bu sport turlari yilda o'tadi. Sportning 6 turi bo'yicha bo'lib turadi. Bu Nevlesning maqsadi mumkinchilik cheklangan sportga qiziqishni oshirish bo'ladi. Ba'zi O'zbekistondan sportchilar keldi-da, o'sha O'zbekistondan kelgan sportchilar bilan do'stlik ma'mulini bekindi, bundan bari o'nib turib ekanligini orqasida o'shalardan sport turlariga 20 ga yaqin tomonlar qatnashdi. Sportning 6 turi bo'yicha betlashlar, kichik futbol bo'yicha shaxmat, shashki, tosh ko'tarish, obro'ch aylantiruv va arqon tortish bo'yicha betlashlar. Biz Qarasuv rayon Ko'stikov uyumidan ishlaymiz. Bizda 243 ta mucho bor. Undan 160 tasi ko'z bo'yicha 81 ta quloq payvonlar bor. Bu ishchorani O'zbek-Qirg'iziston sport Meldeshini 2-yil o'tkazishimiz juda ham yaxshi natijalarni ko'rsatyapmiz. Xudo bilsa, bundan keyin mana hozir bu O'zbekistonlar bizni Ferganaga taklif qilishyapti. Bundan tashqari avval ko'z ojizlarni sport uyushtirgandik. Bu safar ya'ni Qirg'izcha общество ya'ni qarsoqlarimiz ham qo'shib oldik. Xudo bilsa, buni Toshkentgacha, balki boshqa davlatlarga ham o'tishga harakat qilyapmiz. Juda ham yaxshi ishchora. Bizga yaqindan yordam bergan Ismoil aka fondi, undan tashqari ray administratsiya, bizda Yurmot deb qamiz Yuzli region bo'yicha Qarabayev akamiz bor, o'shalarga yaqindan yordam berdi. Boshlayveramiz. Mana biz 2017-yilda bu yerda Qirg'iziston Respublikasini Qarasuv rayonini Ko'stikov jamiyati bilan 2017-yil ularning tashabbusi bilan Xonobod shahrida bahor ayyomida 9-mart kunlarida birinchi musobaqani o'tkazdik. Ikkinchi musobaqani 2017-yillari Qirg'izistonning Qo'sh shahrini ikkinchi musobaqani tashkillashtirdik. Yana 2019-yillar mana Qirg'iziston Respublikasining Xonobod shahrida Shashpay. Yaqinroq torting, yaqinroq torting. Давай. Qirg'iz Respublikasining O'sh oblastida qarashli Qarasuv rayonining jana O'zbek Respublikasining Xonobod shahrining mumkinchiligi chektirilgan atollari ko'zasizdek jana to'liq dunyolar o'rtasida o'tkazilgan do'stlik meldeshida shashki o'yini bo'yicha 3-o'ringa erishganligi uchun Abdullayev Vahobni chaqiramiz. Sattarov Daniel. Shashki bo'yicha 1-o'rinda egaganligi uchun. O'shalarga yaxshi maqay so'z bermagan 3-chi darajadagi diplom bilan shaxmat o'yini bo'yicha sportning turi 3-o'rinda egaganligi uchun Muhammad Sharpekni chaqiramiz. Shaxmat turi bo'yicha
katılışçılar, Hurmatlı Bey'in Özbekistan gelip durganlar, Hurmatlı Bey'in üçüncüde bizge katılım açıp bergen şu cemaatı şehrin iyisi, Hurmatlı bizim bazı sizlerge büyükü, жақсы mınavı işlere öttü, ben kuantıramın, ben özüm Boş Oblast'ın Karasuray rayonundan Karasuray Seycim Mayta Korkul'un çeteksi Yüztop'ta Mayna Kancan ben şu kurtumdu 15 yıldan beri başarıp geliyorum. Buna bu da kalsa bizden üçün içi çetegenler şunday elimine kovminen birlikte göğsünde işlerler ötkörünce bizde administrasiya taraftan çalışanlarıyla kaynımcılık fondlardan İsmail Takan fondları devletçiler, aygıtlıklar Canap, özümdün dağın fontumatına ben şu özüm sizlerge şu özümü bereyim der. Şu büyük gündüm жақсы ötkenine kuanıp жауышына мен hazır neme küttüram sizlerge büyüğü kaç bergen Özbekistan doğanlar, alıştan gelen konuklar bunday işlere hiç kaçan tokta olsun. Bunday işlere şunday жақсы adamlar bilen, şunday demişler bilen, şunday uyumlar bilen, oğullar bilen ağır daim bizi çetegenler hiç kaçan жерде kalmaydı. Sizler şunday zangılagan, taza, baz joğu жетişken şunday nemelerde biz ağır özümüzün işlerimizi ötkönüyoruz. Büyüküm ben sizlerge bunu katarı, sizlerge ağa katarı, ben gelip sizlerge şu gelip demeci katarında kak uyuşturucu işlerimizde ben kişilik gözüme sağlıp sizlerden kılavuzka işlerim bağırınızla bağlı edip bağırınızla iyilik alayım. Ben de söz degen yokmun. Ben özümde fondundan cemaatımına geldim ha. Sezimde turabız. Biz verimliyiz, biz sezeviz. Mağamda şunu bize koltup turan bağır içindekilerge, bağır işmişliklerge Allah olsun. Bizde şu büyük günge жақсы ülkeye getirgen İsmailata fondundan da ben bin getir ağzına aytam. Hala bizde kolday, bir kolday verir. Ben Hurmatlı ben biz Andijan Oblastı'na benim şunda bir işçalağa onu katarında çıkılan olsun ben oşağa bargamım. Oşanda bizim göz azizlerinin bir işte konası var ekan. Oşanın jetekçileriga atınızı ne aytgan siz gelingiz mi astıma? Halida Xanajaka gelingiz. Halida Xanajaka gelingiz mi astıma? Çoğun bilendi buna. Hurmatlı qanday eshaka. Men sizning o'sha nemingizga kitap olib borib, ko'rib, men qatishib, sizning o'sha nemingizga mening o'zim fondim atdan, sezimni atdan shu bilek solib qo'yishni so'rab ketdim. Olib, İkinci Atabek. Gel sen de alışın, cemaat